Chiroyli bazmgoh ekanda, yoqyaptimi sizga? Crystal Plaza bazmgohida gap bo'lishi mumkin emas. Bugun xudo xolasa mana 14-may kuni xizmatdamiz Azizaxon Aliyeva bilan. Albatta boru Fotiha to'ylaringiz bo'lsa, nikoh to'ylaringiz bo'lsa, Akbar Uzoqov va Aziza Aliyevaga murojaat qiling. Undan tashqari, yaxshi kunlarni Crystal Plaza bazmgohida birgalikda kutib olamiz. Juda fayzli va ko'tarinki kayfiyatda o'tkazishga va'da beramiz. Inshaalloh, xizmatingizdamiz. Xalqning xizmatidan charchamaymiz. Sog' bo'linglar, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Hammaga salom. Bugun Akbar akam telefon berdi. Akbar akam negadir kayfiyati yo'q. Aka, nima gap? Nega yaxshimisan? Yaxshimisiz? So'ngga qilyapsanmi? Yo'q, so'ngmas. Nima kayfiyat yo'q? Qaramaysanmi? Mana soat 5 dan 10 daqiqa o'tdi-da. Muzikantlar yo'q. Vaqtiga Odamlar kelyapti o'sha. Hamma kelib bo'lgan. Yo'q, meni ham vaqtim yo'q hozir. Men ham boshqa yerda xizmatim bor edi, masalan, tashlab kelyapman hammasini. Kelmaydi. Hozir bitta narsa aytib o'tib ketaman-da. Faqat shu videoni oxirigacha ko'rsalar, oxirida aytib o'tib ketaman. Maqsad nima? O'sha asosiy gap nimadaligini oxirida aytib o'tib ketaman, xo'pmi? Men o'sha tilim ham kelishmay qoldi. Kelishdik. Asabiylashganimdan bo'lyapti hammasi. Ko'ryapsanmi? Oxirigacha ko'rsa bo'ldi. Ha, faqat oxirigacha ko'rsin. Bu ishqlik dunyo sen qarasang qaramasang ular sevdo qiladi o'kidiga qaramasang
senga. To'xta, men ular bilan gaplashmasam bo'lmaydi hozir. Qo'ying, nima kerak? Yo'q, ular bilan urushmayman, ulardan uzr so'rayman. Men boya ular haqida noto'g'ri fikr bildiribman. Ular vaqtida kelgan ekan, men ko'rmay qolibman. Mana kelgan ekan, mana hamma kelgan ekan.